بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد bu 3 dars. Bu darsimizda birinchi mavzu inson hajdan qilishdan ojiz bo'lsa nima qiladi? Haj qilishlik unga lozim bo'ladimi yoki boshqa bir yo'li bormikan? Shu savolga bu darsimizning birinchi mavzusi. Shunga hozir biz javob olamiz. وكتاب الحج 7 حديث. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خسأم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. Birinchi masala hadis tahriji. Bu hadisni Buxoriy bilan Muslim o'z sahihlar chiqargan va bir isnoddan chiqarishgan. Isnodi Malik ibn Anas, imom Darul Hijra, va u kishi ibn Shihab Shihabiddin Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah Shihabiddin, u kishi Sulaymon ibn Yasar, bu min ahad fuqaha sab'a. Madinani tobiinlar zamonida fuqaholar bo'lgan 7 fuqaholari. O'shadan biri Sulaymon ibn Yasar. U kishi esa Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhudan hadisni rivoyat qilganlar va isnodi juda ham toza. Hammasi siqatun sabt. Hammasi isnodi, hammasi olimlar va hammasi zokirasi yaxshi bo'lgan raviylardir. Ikkinchi masala hadisning sharhi. Aytadilarki, bu yerda Abdulloh ibn Abbas kana Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas Abdulloh ibn Abbosning akalari va Abbas ibn Abdul Muttolibni eng katta o'g'li va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakivachchalari va kunyalari Abu Muhammad bo'lgan va Hunayn g'azotida ishtirok etgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birga Hunayn g'azotida ishtirok etgan va Hunayn g'azotida boshida musulmonlarning safida zaiflik bor edi. Musulmonlar orqaga qaytish boshladi. O'shanda ba'zi sahobalar o'z joyida qolishdi. Sobit qolishdi. Ichida Abu Bakr bor edi, Umar bor edi, va boshqa sahobalar borishdi. Va o'shaning ichida Fadl ibn Abbas ham bor edi. Turib berdilar. Ketmadilar. Orqa qarab qaytmadilar, balkim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofiga yig'ilib birga qoldilar. Bu albatta fazilatdir. Va hajjatul vado, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birga haj qilganlar. Va fazilatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u kishini g'usl qilinganda o'sha g'uslda u kishi ham hozir bo'lganlar, ishtirok etganlar. Va 18-yilda Shomga, hijriy yilda Umar ibn Xattob xilofatlarida Shomga jihod niyati bilan chiqqanlar va o'sha yerda 18-yilda juda katta bir vabo kasali bo'lgan. Tarixda Tag'unu Amavas juda ko'p sahobalar vafot etishgan shu vabo tufayli. O'sha vabo tufayli bu kishi ham o'sha yerda Shomda vafot etganlar. Bolalaridan faqatgina bir qizlar bo'lgan, Ummu Gulsum. Bola o'zlaridan qoldirmaganlar, faqat bitta qizlari bo'lgan radhiyallohu anhu. Aytadilarki, kana Fadl ibn Abbas radifa Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam. Radif degani inson egarda bo'lgan paytda, hayvonning ustida orqasidan kimdir o'tqishlikka shunga irdaf deyiladi. Bu kim bu? Kimdir o'tirgan, ya'ni hayvonni boshqaruvchi va orqasida o'tirgan odamga radif deyiladi. Va Fadl ibn Abbas hajda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqalarida radif o'tirgan holda bo'lganlar. Albatta muayyan bir joyda, doim ravishda emas. Ketlarki, fajat imroatu min Xasam. Xasam qabilasidan bir ayol keldi. Va Xasam qabilasi bu qabila Qahtoniy qabila bu. Ularning diyori makoni Toifda.
toifdan to hozir zamonda Abaha degan shahar bor Saudiyada. O'shaning o'rtasida o'sha Xas amilani joyi. O'sha yerda ular istiqomat qilishadi. Xasam qabilasidan ayol keldi. Va bil ma'luma, foyda bobidan Allohning bir hikmati bilan Xasam qabilasining ayollari aksari, ya'ni chiroyli ayollar hisoblanadi. Hozirgacha bu narsa ma'ruf, mashhur, buni men ustozlarimdan eshitganman. Shunaqa ayollari eskitdan o'shanga bu yil payg'ambar Fodl ibn Abbos unga ayoliga qaradi. Ya'ni mashhur, ma'ruf, o'zini ayollari go'zalligi bilan, chiroyi bilan mashhur, ma'ruf. Bu ham hozirgacha davom etar ekan. Ustozlarimiz, bir ustozimiz rahimahulloh darslarida o'sha fakultetda o'qigan paytimizda aytgandilar. Rahmatulloh, kishi o'lib ketdilar. Rahmatulloh alayhi. Hop, undan keyin faja'ala Fadl yanzuru ilayhi va tanzur ilayhi. Ay Fadl u kishi qarashni boshladi va ayol ham qarash boshladi. Va ja'ala an-nabiy sollallohu alayhi vasallam yasrifu wajha Fadl ila shaqq al-akhir. Ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuzni nima qildilar? Fe'l bilan, so'z bilan emas, fe'l bilan boshqa tomonga burishni boshladilar. Ay ma'nosi qarama. Ya Fadl qarama. Qarash mumkin emas ayolga, begona ayolga. Keyin u kishi kelib so'radi. Faqalat ya Rasululloh, inna fariyatalloh ala ibadi fil hajj. Ay Allohni farzi bo'lgan bandalarga farz qilingan narsa haj. Adrakat abi shayxon kabira. Otamni qarigan holda, shayxon kabir, ay qattiq qarigan holda, ya'ni haj unga lozim bo'ldi, farz bo'ldi. Ay balkim islomni qabul qilgandir, balkim. Ya'ni haj qilish kerak. La yasbutu ala rohila. Ay egarib o'tira olmaydi. Va eski zamonda odamlar tuyada haj qilishardi. Yani masofani bosib o'tish uchun tuyada safar qilishardi. Ya'ni bu aytmoqchiki bu ayol, ya'ni otam tuyaga o'tira olmaydi. Ay zaifligidan, qattiq qarib ketganidan. Keyin so'radilar. Birinchi muqaddima qildi. Keyin so'radi. Afa hajju anhu, ay menga ruxsat beriladimi? Uni o'rnida haj qilsam. U tirik, o'lmagan. Lekin haj qila olmaydi. Qola nam. Ruxsat qiling dedilar. Va zalika fi hajjatil vada. Bu hajjatil vada bo'ldi. Nima demoqchilarki, ay bu amr islomni boshida bo'lmagan, ya'ni o'ylamaydi bu mansux deb. Balkim chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hajjatil vadadan keyin taqriban 3 oy yashadilar, keyin vafot etdilar. Chunki bu narsa yaqinda bo'lmadi bu narsa. Ya'ni bu oldin bo'ldi. Balkim o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlarining oxirida bo'ldi deb. Bu vazali fi hajjatil vada bu Abdulloh ibn Abbos so'zlari. Bu Abdulloh ibn Abbosning so'zlari. Va bundan maqsad nima? Ishoraki bu ahd oldin bo'lmagan. Ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'ni boshroqda bo'lib, keyin oxirida balki hukm o'zgargan, chunki bunaqa e'tiroz bildirish mumkin. Balki bu hozir hukm mansux bo'lgandir, balki hukm bu bekor qilingandir. Shuna bo'lmasligi uchun hajjatul vado, chunki hajjatul vadodan keyin ozginadan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etdilar. Keyingi masala hadisni dalolati, fiqhul hadis. Hadisning dalolati, qaysi bir inson puli bo'lsa, ay puli bo'lib, haj qilishga imkoni bo'lsa, lekin haj qilishdan ojiz bo'lsa, u holda la haraja fihi, kimdir o'rniga haj qilishlik. Kimdir o'rniga haj qilishlik. O'shanga bu yerda aytdiki, nima? Ayol kelib, otam la yasbutul arahila. Ay uni imkoni bor haj qilishligi. Hajjatu adrakat haj, ya'ni hajni ya'ni Alloh farzi haj unga vojib bo'ldi. Bu uni yoki islomni qabul qilib imkoni tug'ildi, paydo bo'ldi, ya'ni puli paydo bo'ldi. Yoki islomni qabul qildi va hajni bildi, yoki islomni qabul qilgan, lekin imkon paydo bo'ldi, puli bo'ldi. La yasbutu la rahila. Ay uni imkoni bor, lekin o'zi haj qila olmaydi. Va bundan dalolati ay qaysi bir ayol erkak yoki qaysi bir qariya, erkakmi ayolmi, haj qilishi imkoni bo'lmasa, qarishlik tufayli yura olmaydi, yotib qolgan, zaif, u holda tirik bo'lsa ham uni o'lishini kutishni shart emas, lozim emas. Tirik bo'lsa ham uni o'rnidan kimdir haj qilishligi
la haraja fihi. Va shu kabi bunga hozir zamonda olimlar fatvosi, lajnat daima fatvosi, mujamma fiqh fatvosi bor. Agarda inson kasali og'ir bo'lsa, xronический yoki misol uchun muzmin deydimi arab tilida, ya'ni tuzalmaydigan og'ir kasallik bo'lsa, u ham taqqosladi. Misol bir insonda rak kasali yoki bir inson qand kasali, yurolmaydi, yotadi, yoki bir inson yurak kasal, yurak xastaligi bo'ldi va bu u mamotiga davom etadi. U holda la haraja fihi, kimdir tirik bo'lsa ham, kimdir uni nomidan haj qilishligi, kimdir uni nomidan haj qilishligi. Xo'p, bu yerda bitta masala bor. Xo'p, kimdir aytishi mumkin, u paytda tuyalar bo'lgan, biz zamonda samolyotlar hozir. Bu ham e'tiborga, bu ham ya'ni buni o'zi haj qilishlikka bu turtki bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki ba'zi odamlar samolyotga kasalligi tufayli agar samolyotga chiqsa, qayt qilishi mumkin. Kasal kuchlilikdan yoki misol hushdan ketib qolishi mumkin. Bular hammasi uzr bu. Bu ham e'tiborga olinadi. Demak, hadis dalolati, qaysi bir inson agarda puli bo'la turib, haj qilishga qodir bo'la turib, lekin o'zi badanini haj qila olmasa, u holda tirik bo'lsa ham la haraja fihi, kimdir yaqinlaridan yoki kimdir uni o'rniga haj qilishligi ruxsat beriladi. Shu kabi hadis dalolatlaridan fiqhul hadis, ayol kishini haj qilishligi erkakdan. Bu ham unaqa savol paydo bo'lishi mumkin. Ayol erkakdan nomidan haj qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. La haraja fihi. Kimdir aytishi mumkin, ayol ojiza, ayol zaifa, ayol qanaqa ayolga ishonaman haj qildirishi. La haraja fihi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar bunday ma'lumotli bo'lganda ruxsat bermasdi. Chunki bu ayol otasining nomidan haj qilishga ruxsat so'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. Agar bu ma'lumotli bo'lganda, u holda aytardilarki, bu narsani qilmaslik mumkin emas, lekin bir shart bilan o'zi nomidan haj qilish kerak. Birinchi qilgan bo'lish kerak. Inshaalloh hadis keladi bu haqda. Bu jumhur olimlarning mazhabi, jumhur olimlar mazhabi. Keyingi hadis dalolatlaridan hayvon agarda ko'tarsa, bir insondan ortiqcha ustiga o'tkazishlik la haraja fihi. Bu hayvonga zulm bo'lmaydi. Payg'ambar o'tkazdilar. Hayvon agar bunga qodir bo'lsa, hayvon o'sha 2 ta bo'lishi mumkin, 3 ta bo'lishi mumkin. Tuya 3 tagacha ko'tarishi mumkin. Agarda yengil bo'lsa odamlar, vazni og'ir bo'lmasa. Modam agar buni hayvon bunga qodir bo'lsa, la haraja fihi, ustiga bir odamdan ortiq ziyoda o'tirishligi. Balkim Ibn Manda degan olim bor, Asbahani kishi kitob yozganlar, musannaf yozganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nechta odamlarni o'tkazganlar o'zlari birga. Balkim Ibn Allan bu Riyos Solihin yozgan olim, Dalilul Falihin fi sharh Riyos Solihin. O'shani olimi, shayxi, muallifi Ibn Allan o'sha Dalilul Falihin kitoblarida zikr qilganlarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 40 tadan ortiq insonni o'tkazganlar. Ya'ni joyiga qarab, makoniga qarab, munosabatiga qarab, hodisalarga qarab 40 tadan ziyod o'tkazganlar. O'zlari bilan birga bu hajr bo'lishi mumkin, bu tuya bo'lishi mumkin, lekin o'tkazganlar. Xulosa, hadis dalolatlaridan agar inson yoki hayvon qurbi yetsa, bu narsa unga aziyat bo'lmasa, la haraja fihi, bir insondan ziyod o'tkazishlik zarari yo'q. Shu kabi hadis dalolatlaridan ayol kishi erkakdan fatvo so'rashligi, kelib so'rashligi. La haraja fihi. Ayol kishi kelib ovozini sindirmasdan, oddiy ovoz bilan kelib shayxdan, ziyoli odamdan kelib savolni berishligi la haraja fihi. Kelib u kishi kelib so'radilar. Va agar bu ma'lumotli bo'lganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni bayon qilardilar. Va shu kabi hadis dalolatlaridan agarda inson imkoni bo'lsa, amr ma'ruf nahiy munkar qilishlikka
xosatan fasod bo'ladigan bo'lsa, u holda bu narsa qilinadi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fodil ayolga qarab turgan paytda va ayol fodilga qarab turgan paytda qani savolingizni bera qoling tezroq deb aytmadilar. Birinchi yuzini bosh tomon qaratdi, keyin savolingizni eshitdilar. U joyida nima qildilar? So'zlar emas, filmlar, amr ma'ruf yoki nahiy munkar qildilar. Va shu kabi hadis dalolatlardan ajnabiy ayol qarash mumkin emasligi. Bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qarab o'tirmadilar. Darhol yuzni o'girdi boshdan. Chunki u mahram emas. Bu mahram emas. Chunki vojib ajnabiy ayoliga qaramaslik illa zaruratan ba'zi paytda inson ko'chada bo'lib qolishi mumkin. U holda ko'zini yumolmaydi. U holda imkon qadar harakat qiladi. Begona ayolni qaramaslik, lekin agarda bir marotaba ortiq qarasa, ya'ni yoki ortiq ziyoda qarashligi, u holda zaruratan ruxsat beriladi. Chunki inson ko'zini yumib yurishlik ko'chada, u holda unga aziyat bo'lishi mumkin. Lekin imkon qadar va undagi ixtiyor bo'lsa, unda variant bo'lsa, u holda ayollarga, begona ayollarga qarashlik mumkin emas. Keyingi hadisimiz bu 8-hadis. Bu hadis kimdir agarda haj qilish nazr qilgan bo'lsa, so'ng nazrdan oldin vafot qilishidan oldin vafot etsa hukmi nima? قال الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. رواه البخاري. Bu demek 8-hadis. Kitab-ul Hajni Bulug'ul Maram 8-hadisi. Birinchi masala hadis tahriji. Buni Imom Buxoriy o'z sahihlarida haj kitobida zikr qilganlar. Abi Awana isnod Abi yo'lidan, u kishi an Abi Bishr, u kishi Said ibn Jubayr, u kishi esa Abdulloh ibn Abbos va isnod nadif, ay hammasi siqatun sabt. Ikkinchi masala hadisni sharhi. Aytadilarki Abdulloh ibn Abbas anna imra'atan min Juhayna, ay Juhaynani bir ayol ja'at ila nabiy sollallohu alayhi vasallam, payg'ambar huzuriga keldi. Va Juhayna bu qabila, bu qabila Qahtoniya qabila hisoblanadi va hozirgacha bu qabila bor va hozirgacha bularning joyi, makoni ham bor. Bu Qizil dengiz sohili va ya'ni Yambu, Umluch o'sha yerda. Hozirgi zamonda bularning makoni Yambu shahrida va Umluch shahrida. Ularni o'sha Juhayna qabilasini makoni joyidir. Ular ham hozirgacha ham bor. Bu qabila hozir ham egalari bor va o'sha zikr qilingan shaharlarda istiqomat qilishadi. Demak, Juhayna qabilasidan payg'ambar huzuriga bir ayol kelib aytdiki, inna ummi nazarat an tahuj. Ay onam haj qilishga nazr qildilar. Ay o'zlariga shuni lozim qildilar, vojib qildilar. Falam tahujj hatta matat. Ay o'ldirmadilar. Nazr qildilar, shuni niyat qilib qo'ydilar. Men nazr qildim Alloh uchun haj qilishlikka. Lekin vafot etdilar. Afa hujju anha? Ay u kishi nomidan haj qilsam bo'ladimi? Qalat nam hujji anha. Qiling hajni. Keyin aytdilarki, araayti law kana ala ummiki dayn. Agar onangizda kimdandir qarzi bo'lganda, akunti qodiyatahu, haqqini ado qilarmidingiz? U kishi aytdilarki, haq qilardim. O'qululloh falloh haqqi biha. Ay xuddi birovni agar bandalarning haqqini ado qilgan kabi siz hozir ado qilardingiz. O'qululloh, ay Alloh haqqini ado qilinglar. Nima uchun? Falloh haqqi bil vafa. Ay Alloh sizni yaratdi, yo'qdan barpo qildi, rizqingizni berdi. Ay bandalarning agarda sizga hech qanaqa aloqasi yo'q va uni haqqini olgan bo'lsangiz qaytarish lozim bo'lsa, xuddi shunaqa Allohning haqqini ham
qaytarishlik lozim bo'ladi. Uchinchi masala hadis dalolati qaysi bir inson agarda haj qilishlikka nazr qilgan bo'lsa, keyin o'lgan bo'lsa, u holda uning yaqinlariga bu narsa ijro qilinadi. Mashru ijro qilinadi. Mashru unga nima qilishlik, ijro qilishlik yoki mashru yoki o'sha uni qarzini ado qilishlik. Lekin bu yerda savol paydo bo'ladi. Bu vojibmi yoki mustahabmi? Javobi mustahab bu. Bu mustahabdir. Jumhur olimlar mustahab deyishgan. Hanafiylar, Molikiylar, Shofiylar, Hanbaliylar mustahab degan. Zohiriylar esa vojib degan. Va rojihu vojibdir. Mustahabdir. Va rojihu mustahabdir. Nima uchun? Chunki agar biz hozir vojib deydigan bo'lsak, tark qilgan odam gunohkor bo'ladi. Bu holda Allohning so'ziga muxolif bo'lib qoladi. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bir inson gunohi boshqa odam gunohiga javob bermaydi. Bir gunohni o'rni, bir gunoh ikkinchi gunohga sabab bo'lmaydi. Ya'ni bir inson bir gunoh qilgan bo'lsa, u gunohga boshqa odam javob bermaydi. Bu birinchi masala va ikkinchi hadis dalolati. Chunki zohirlar aytdiki, hujji anha. Haj qiling. Shundan asosida aytdiki, vojib deyishdi. Lekin jumhur javob berishdiki, afa hujju anha savoli. Joiz bo'ladimi? Agar bu vojib bo'lgan joy unaqa ta'bir qilinmasdi. Shunga bu ar-rojih masalada qaysi bir inson agarda nazr qilgan bo'lsa va vafot etgan bo'lsa, u holda kimdir yaqinlaridan uning nomini haj qilishligi yustahabbu. Lekin agarda bu vojib deyman, lekin agarda bolani ota-onasini haqqini ado qilishlik bobidan birrul validayn vojib deb etilsa, bunda vojib bor. E'tiborga olinadigan narsa. Kuchli gap. Ya'ni aytish mumkinki, xos bu bola ota-onasiga. Albatta qurbi yetsa. Kimga ota-onasi haj nazr qilib haj qilmasdan vafot etgan bo'lsa, unda bolalarga aytiladiki, qilinglar, qilib beringlar. Bu birrul validayn, ota-ona haqqi deb aytsa bo'ladi. Amla haraja fihi. Agar albatta qurbi yetsa. Qurbi yetkazamizki, qiling. Bu ota-ona hozir haqqi, ertaga Alloh so'raydi. Qarz qolib ketdi. Qarz yaxshi narsa emas deb unga buyruq tarzida aytishlik inshaalloh lahu vajh. Bu ya'ni e'tibor olinadigan gap. Lekin umumiy holda bu mustahab bo'lib qoladi. Qavli rojih bu mustahabligi. Keyingi masala hadisni bu dalolatlardan biri qiyosni borligi. Zohirda qiyos inkor qilishadi. Qiyos yo'q deyshadi. Lekin bu yer nima dedi? Arayti law kana ala ummiki daynun. Agar sizni hozir onangizni kimnidir qarzi bo'lganda uni to'larmidingiz? Bu narsa bo'lgan kabi xuddi shunaqa bunga Alloh haqqi ham qiyos qilinadi. Va qiyos bu asl min usul shariya. Bu dalil bu. Mu'tabar. Jumhur olimlar mazhabida mu'tabar. Lekin zohiriylar qabul qilmaydi qiyosni. Inkor qilishadi. Qiyos yo'q deydi. Lekin qiyos Alloh dinida bordir. Agar qiyos to'g'ri bo'lsa, qiyos mu'tabar bo'lsa, o shartlarni inobatga olgan qiyos bo'lsa, u holda bu qiyos to'g'ridir. O'shanga bu yer nima qildilar? Payg'ambar sahobalarning tushunchasida birovning haqqini ado qilishlik bu lozim narsa. Berish kerak. O'shanga shuni asl oldiradi, keyin taqqosladilar. Hozir shunga nima deysiz? Hozir onangiz birovga qarzi bo'lganda uni qaytarish kerak edimi? Albatta javob ham qaytarish kerak edi. Xuddi shunday Alloh haqqini ham qaytarish kerak deb shu savolga javob berish uchun mana buni zikr qildilar, hattoki insonda tasavvur paydo bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Walhamdulillahi robbil alamin.